Aprel oyini Top 8taligi. raspakovka. Chek. Chuk. Xo'p, birinchi lotimiz Men yaxshi ko'rgan o'yin. Morojniy. O. Sen yaxshi ko'rgan o'yin morojnichi bo'lmoqchi bo'lgansan. Rajoklarni solib. Yo'q, morojni yaxshi ko'raman. Chunki Agar kimdir senior aytdi, morojniy tarqasin desa, kommentga yozinglar. bu yaxshi ideya lekin. Ko'pchilik anaqa fikrini yozsin, shunga qarab ish qilamiz. Tak, bu o'z ko'rinib turibdi, rajok bo'ladi ichida. Kim ko'p ustimiz? Ustimiz solish. Yig'ish. Ag'anab ketadigan bo'lsa yutqizadi. Men aytaman. Конечно, sen morojnichi bo'lgansan, ana. Yoshlik kim bo'lmoqchi desa, morojnichi bo'laman degan. Men tish doktor bo'laman deganman. Undan keyingisi ozgina trenddan eskirib qoldi, lekin yetib kelishi ham qiyin bo'ldi. Qani? O'yinning oti Wooden Space Game. Lekin men shunaqa kutdim bu o'yinni. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Nega? Chunki an интересныйdir, rosa ko'p har xil trendlar chiqdi-ku. Ля ты крыса, Bu tushunarli deb o'ylayman. Sharik bo'ladi, o'sha oxirgacha olib borish kerak. Chung. Bal yig'ishdi. Yo'q, pul yig'ish bo'ladi. O, nech pul berasiz? Men pul yig'aman, senga pul bermayman. Ko'ramiz. Topgan tutganingiz meniki-ku. Keyingi lotni men ko'proq o'zim kutdim. Zo'r o'yin qanaqadir menga Qaysi? yoqdi. Qaysi? Mana mamindoq o'yin, drawing this picture. Ochki bo'ladi, ochkining ustida o'sha marker bo'lib, o'sha ochki bilan doskani ushlab, mana shunday chizishimiz kerak bo'ladi. Nimalarni chizishimizni yozib qoldiringlar kommentga. Mana shuni chizinglar deb anaqa faqatgina yomon narsalarni yozmanglar. Qara buni ichida ikkita ochki bo'lar ekanda. Ochkilarni ko'rsanglar, takoyani Krisanikiga o'xshaydi ekan. Bittasi yashil, bittasi oranjiy bo'lar ekan. Krisaga san beramiz. Uchun. Однажды птенец улетает из гнезда. Ты не птенец, ты крыса. Следующий studio. Keyingi o'yin Splash Out deyilgan. Bu o'yindan keyin to'shni kiyim almashtirish kerak bo'ladi, chunki hamma yoqni ho'l qilib tashlaydigan o'yin. Sharik bo'ladi. Как раз kullasiyapti. Uzoq o'ynaymiz. Как nima desa bo'ladi? Bomba замедленного действия. Issiq kartoshka как? Ha, shunaqa. Issiq kartoshka. Antoshka, podium kopash kartoshku. Antoshka, podium kopash kartoshku. Ooh. O. Birimiz beramiz. Bu Yaxshi, qaysi o'yin yaxshi qiziq bo'lsa, o'sha o'tganda. kommentga yozinglar, tezroq o'ynaylar deb. Xo'p, o'yinlarimizdan yarmini ko'rib bo'ldik. Keyingi lotdan oldin sizlarga bitta muhim xabarimiz bor. Bizlar top blogerlar o'riniga chiqdik deb bizga Coca-Cola, IC, Lipton shunaqa kompaniyalar hamkorlikni taklif etishdi. Bizlarni tabriklasanglar bo'ladi. Dirdik lekin hali unaqa o'yinga yetganimiz yo'q. Aprelga hazil sizlarga. Lekin bizani qo'llab-quvvatlasizlar, xudo xolasa shunaqa o'yinlarga chiqishimiz uchun hammanglar hissanglar bo'lyapti. Sizlardan faqatgina bitta iltimosimiz. Like, подписка. Va bizani ko'rib boringlar, qo'llab-quvvatlanglar. Rahmat. Uje katta raspakovkani traditsiyasi bo'lib qolgan. Katta o'yin. Birinchisi, to есть 5-inchisi kattalarning birinchisi. O. Screaming Egg Laying Chicken. Вот это поворот! Домашний tuxumaymizmi? Bu to'g'risi esimda emas qanaqa o'yinligi. Vроде xo'roz bor ekan. Xo'roz tuxum qutuq ekan. Tuxum ichidan nimadir. Xo'roz tuxum qo'ymaydi-ku. Ha, yo'q. Xo'p, xullas o'sha tuxumlarning ichidan nimadirlar bo'ladi. O'yinni bilasizlar bilan razbiratsiya qilamiz ochganimizda. Raspakovkasi ham qiziq bo'ladi buni. Keyingisi Qaysi qo'ydingizmi? yo'q, oldin bunaqa ekan. Orqasi bunaqa ekan. Bu o'yin как bochka na balans ustida shu baliqlari bo'ladi-da, o'sha olishimiz kerak. Bochka faqatgina o'sha Balansni men aytaman, bilasizlar? Qayda edi bu? Chil oldin gaplarni gapiryapti. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, Bizani ko'rishda davom eting. yo'q, mani ko'rishda davom etinglar. O. Yoshligimizda biz gazeta o'ynardik. Qaysi ma'noda crosswordlar bo'lardi, scanwordlar bo'lardi. O'shani
bolalar bilan o'ynab birga o'ynab o'tirardik, lekin endi bizani yoshimizga to'g'ri kelmaydigan savollar ham bo'ladi, biz bilmaydigan. Jarangli undoshning jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga sinonim so'z to'ldiruvchi vazifasida kelgan gap ishtirok etgan qatorni toping. Gazetani polni ko'rib chiqib, boshqa объявление to передача и yoda zimeyka bo'lardi bilsang. Zimeykani shundoq qilib chizib o'ynardik. Bu xuddi shunaqa zimeyka o'yini, faqatgina 3D varianti. Voy, voy. Qizurog'i Poli. Bizga настольный игрani imina Monopoliyaga o'xshaydigan, zimeykaga o'xshaydigan o'ynaydiganlarga mana shunaqasini zakaz qildik. Ashyo zo'ra. Qarang, mana zmeyalar ham xuddi shunaqa chizilgan. Mana buni qarang, mana shunaqasi bo'lardi. Anaqali. Kim yoshlikni eslagan bo'lsa, yoshlik deb komment yozib qo'yinglar. Xo'p, o'sha traditsiya bo'lib qolgan eng kattasi oxirga olib qo'ydik. Men lekin o'zim zakaz berayotganimda bu o'yin bunaqa kattaligini deb o'ylamadim. Nega? Lekin mana shu katta. Chunki ko'zimga nabortdan kichkinagina o'yin bo'lib ko'rinadi. Hozir korobkani ko'rib, men o'zim hayron qoldim. Mana korobka, case korobkalarimiz traditsiya bo'lib qolgan. Case har bitta anaqadan chiqadi, bittadan case. Bu ko'rinib turibdi, basketbol o'yini. Ikkita tomondan boshqaramiz. Da. Kichkina такой настольный игра, bir-biriga basketbol ochko ishlash uchun. O'yin nomi Ping-Pong-Chu. Endi Xitoy tilini bilaman, plus aura maxsusda. Aura farq. Au. Xo'p, pasilgan raspakovkasi tugadi. Oldinda faqatgina top 8 taligini aniqlash qoldi, lekin bundan oldingi videomizda, katta videomizda rozыгрыш qilgan edik. Eng qiziq kommentariy yutgan odamga Quizit o'yinini pazarga qilamiz. Komment ko'p emas, 13 ta komment yozilgan. O'shandan hozir o'zimiz uchun ajratib olamiz. Sen ovoz berasan, men ovoz beraman. Yo'q bo'lsa. Agar rozi bo'lsang, hamma o'zi uchun ovoz ber. Qachonki ikkalamiz bitta odam tanlaydigan bo'lsa, o'sha odam yutgan bo'ladi. Ha. Birinchi odam. Mazza qilib tomosha qilamaslarni, ishingizga omad, tez kunlarda 1 millionta odam obuna bo'lishini tilab qolaman. Hozircha 1 million chunki men orzuyim. Zo'r aka. Mazza, serdechka. Serdechka kimga? Sizgami, mengami? Sizga bo'lsa yo'q. Mazzami? Kulayotgan sizga. Mazza. Qizbalaga. Voh, mazza. Like bosdim ham, obuna bo'ldim ham, komment yozdim. Молодец, peshbaha. Kundalik zap keling. Kundaligingiz bugunga olib kelasiz. Mashalloh. Rahmat. Kimdir qoldimi o'tsa? Sotasizlarmi o'yinchoqlar? Yo'q. Hammasini tezroq o'ynaylik. Emas, tezroq o'ynaylik. To'g'ri yozganingizni yoqadi. Juda chiroyli reklama. Nimani reklamasi? Menimcha 15 minut buni reklama ko'rolmadi bo'laganlar. Mayli, boshqatdan ovoz beraman, mayli. Mazza qilib tomosha qildim. Sizlarning ishingizga omad, tez kunlarda 1 millionta odam obuna bo'lishini tilab qolaman. Nigora Hamzayeva. Shu odam. Siz bilan Telegramdan bog'lansangiz bo'ladi. Sizni YouTube'ingizni sizga chiqarib beramiz. Oh my god! Wow! Mana sizning YouTube'ingiz qaysi viloyatda, qaysi shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar biz o'zimiz sizga yetkazib beramiz, yetkazib berishga harakat qilib beramiz. Bizga aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Ko'plar so'raydi, Instagramda qilaverasizlar faqat. Mana YouTube'da ham qilingan. Endi faqatgina ko'plar so'ragan qat qoldi. Telegrammi? Telegram. Kutib qolinglar. Top 8 talik. Juftlari menga, Toqlari menga. Boshladim. Tak. 8-o'ringa Robini eng yaxshi ko'rgan professiyasi bo'yicha. Номер 1 по очереди и номер 1 на выбывание. Nega yaxshi o'yin? Просто men sen oson yutib qo'yaman deb. That's it. Hop, 7-o'ringa bu hammasi menga yo'qotdi, qiyin bo'ldi va ming afsuslar bilan bochka. Bochka tanlaganning sababi bochkaga olib chiqmayman deb uncha. 6-ga Xitoylarda 6 degan tako kurtoy degan. Lelelo deb bilasan. Yo'q, Xitoyga bormaganman. Lelelo deydi. Xitoyga olib ketmayaptilar.
biz video chiqardik. 1 million yig'adi hamma platformada. Erkak gap. Zubday deydi. Sizlar hammangizdan haqman. Ash yotishim beraveraman. Borchingizni bering. 6 ga o'zini paytida prikolniy bo'lgan o'yin. Такой space. Ну, yaxshi, lekin просто bundan qolganlari undan zo'rroqda. Shuning uchun o'zim uchun shunaqa deb bildim. Mayli, keyingisi. Vot 5. 5. Ishini 5 qil. Xafa bo'lmaysizmi aytsam? Yig'layman. Basketbol. Yig'lashga arzigulik ekanmi? Я с тобой не разговариваю. Тоже мне. Tomosha meni. Sen точно 5 olmagansan maktabda, 4 olgansan. Faqat shuning uchun ham o'zingga mos o'yinni to'q. Vashida Buxoroz ekan. To'g'ri almashtirib keldi, Tailandga olib keldi. Stepan! Yunay! 3. 3. 3ga Zmeyka. Aytaman, bu yoshligida menimcha xafa qilishgan, shuning uchun yoshligini eslasa, zo'r narsalar tasavvur qila olmaydi. Men yoshligimda issiq kartoshkani yaxshi ko'rganman, o'shanga uni olib qo'ydim. Issiq kartoshkani. Imini shu issiq kartoshkani olib qo'yganing uchun buni men oxirgi o'ringa qo'yib yuboraman. Vo, birinchi o'ringa arziydi bu. Birinchisi studiyaga. Qo'yli. Men xohlagan o'yin bo'pti. Buni bundoq qo'ysak, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Такой katta распаковка bo'ldi. 8 talik chiroyli chiqdi. Endi shortlarimizda qiziq bo'lsa kerak, katta распаковка o'yinlar bilan. Like, подписка, komment обязательно. Xayr. Пока.